maslahat berar edim shaxsan o'zim. Farzand tug'ilgandan keyin avvalambor birinchi farzand tug'ilganda oilalarda shunday holatlarni tug'ilgan farzandlarning anatomik jihatdan barcha narsasi joyida emasligini ko'rishimiz kerak. Bu bir. Ya'ni o'g'il farzandda tuxumning yorg'og'i, ikkita yorg'og'ida o'sha ikkita tuxumi bor yo'qligi, ya'ni o'sha moyakning mashonkaga yorg'oqqa tushmaganligi va olatning razmeri to'laqonlik joyida emasligi va uning siyotganida to'g'ri siyish holati, qaysi holatda siyapti? To'g'ri siyaptimi? O'sha olatning uzdiskasidan o'sha siyish jarayoni ketyaptimi? Yoki bo'lmasa olatning pastidan siyaptimi? Shunday kasalliklar bor, gipospodiya, epispodiya deyiladi. Mana shu olatning siyish, urug' chiqarish nayi va uretra kanali jarayoni anomal, ya'ni to'g'ri bitmagan, to'g'ri rivojlanmagan holatlarida bu to'laqonlik normal holatda rivojlanmaydi va bu uning tug'ilgan paytda muammosi keltirib chiqaradi. Bunday holatlar o'sha tekshirib turib, aniqlab va operativniy chora-tadbirlar ko'riladi kelajakda muammo bo'lmasligi uchun. Bu bolalarda. Endi qiz bolalarda esa ko'proq ahamiyat berishi kerak bo'lgan narsa o'sha qizlik holati, qizning tashqi ko'rinishidan o'sha jinsiy holatlari qay darajada rivojlanganligi. Bu narsaga ahamiyat berishligi kerak. Chunki bir narsani men ta'kidlab o'tishim kerakki, yaqinda bir bemorimiz bizda murojaat qildi. Murojaat qilgan natijasida shunday xulosaga keldikki, u farzand UZIda faqat o'g'il deyishgan. UZIda faqat o'g'il deyishgan. Farzand tug'ildi. Farzand tug'ilgandan keyin qarasa, bu qiz bola. Va eng yomoni shu narsa bo'ldiki, eng yomoni haligi qiz bola ismini qo'yishdi. Qiz bola ismini qo'yishdi. Qiz bola holatda kiyintirib, ko'rikka olib kelishyapti. Ming afsuslar bo'lsinki, haligini biz ko'rsak, men ko'rik asosida o'sha narsani ko'rigida shu narsaga amin bo'ldimki, qarasam mashonka bor, olat bor. Lekin bu yerda biz germafrodizm deymiz, o'sha soxta germafrodizm bor. Bu yerda bir nechta etapli operatsiyalarni, chora-tadbirlarni ko'rishligi kerak va u narsa tabiiyki ota-onasiga bu narsa tushuntirildi va kerakli bo'lgan analizlarni tekshirgan holatda ularga yo'llanma berildi.